Bugungi mavzuyimiz tenglamalar ustida amallar. Birinchi mashqimizni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, yulduzchamiz bizning noma'lum sonimiz. Yulduzchani topish uchun 18 dan 5 raqamini ayiramiz. Bizning yulduzchamiz o'rnida 13 son hosil bo'ladi. Ikkinchi misolimizda esa yulduzchani o'rnidagi sonni topish uchun 20 dan 9 ayirishimiz kerak. Yulduzchamiz 11 sonini tashkil qilar ekan. Keyingi misolimizda esa umumiy holatini topishimiz uchun 8 ga 10 ni qo'shamiz va bizning yulduzchamiz o'rnida 18 hosil bo'ladi. Keyingi raqamimizdagi misolda esa noma'lum o'rtada kelgani uchun biz 17 dan 12 ni ayirib yulduzchani o'rnidagi sonni topamiz. Bizni bu yulduzchani o'rnidagi raqamimiz esa 5 ga teng bo'ladi.